Hammaga salom. Bu yana men. Kecha bugun bolalarimda bo'lganligi uchun video ola olmadim. Lekin men o'zim davom ettiryapman. Har birini video qilmasam ham. Hozir biz sizlar bilan sochimiz va yuzimizga maska qilamiz. Bizning uchun bizga kerak bo'ladi oddiy домашний tuxum. Oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Sochimiz uchun sarig'ini, yuzimiz uchun esa oqini. Oqidan foydalanamiz. Tuxum sarig'i, оливковое масло, рожь алоэ вера, ikki osh qoshiq va bizga kerak bo'ladi kraxmal. Извиняюсь. Так, банкasini adashtirib yubordim. Крахмал. Брось кашу. Так, у нас одна желток, 2 столовые ложка алоэ вера и 1 ложка оливковое масло. Все будем перемешать. Tuxum sarig'i albatta oziqlantiradi. Vera алоэ laminat darajasini beradi. Agar uyingizda tabiiy алоэ bo'ladigan bo'lsa, o'shandan kesib bo'lsangiz albatta tabiiysi yana ham yaxshi albatta. Kraxmal bu ham bizga yordam beradi pitvet qilishga. Масло тоже шелковый волос bo'lishga yordam beradi. Значит, у нас алоэ вера дает блестит, и это расчесать удобно будет. Ламинат волос эффект дает. Масло, как обычно, это впитывает. Крахмаль тоже это как блеск дает. Sochimga judayam yeli yetdi. Agar sochingiz uzun yoki qalinroq bo'ladigan bo'lsa, ikkita tuxum sarig'idan va shunga yarasha qolgan masallarni ham qo'shishingizni maslahat beraman. У меня волос короткий и редкая, и то еле достала. Если у вас густые или длинные, побольше, можно взять количество 2 яйца, желток. Еще количество остальные массы тоже будете добавить количество. Вот так массируйте обязательно, чтобы это корни впитывалось. Ahamiyat berayotgan bo'lsalaring, mening sochimning oldida oqi bor, lekin men bo'yamayapman. Ongli ravishda, chunki ximikatlardan uzoq bo'lmoqchiman. Men tabiiy vositalardan foydalanishga harakat qilyapman. Yeguliklarda ham xuddi shunday. Faqat foydali narsalar, конечно, inogda fast food yeyishni ham qanday qilganim yo'q. И то men redga yer edim. Hozir undan ham redga yeyapman. Fast food yoki burgerlar. Massaj qilishni unutmang. Har bir tomir ildizlarini massaj qilamiz, чтобы har biri oziqlanishi uchun. Va plyonka kiyib issiq soch bilan o'rab qo'yamiz. Demak, yuzimiz чистка qilib olamiz. Как обычно, чайная сода yoki кофе va вода X.
Demak, bugun bo'lsa ajoyib jamlanma tuxum oqi va kurkuma. Tuxum oqi yuzni ozgina nima deydi, quruqlashtirganligi uchun xavotirlamaymiz. Kurkuma chunki slishkam yog'li narsa. O'shaning uchun tuxum oqiga 1-2 choy qoshiq kurkuma va kraxmal. İki choy qoshiqni olib berib. Kraxmal emas, bu risvoy muka. Yana adashtirganim qarang. Uzrda. Tak, yana bizga kerak bo'ladi asal. Bular hozir hammasi bir bo'lib 1 choy qoshiq. Ajoyib maska, ham bitut, ham oziqlantiradi, ham yuzi ajinlarga qarshi kurashadi. Va yana aloe vera. Bu ham yuzni juda yaxshi tortadi. Botex. Hammasini aralashtirib yuzimizga surtib olamiz. Это у нас получилось однобелок, куркума, рисовая мука, алоэ вера и мед. Еще добавить надо лимонный сок. Мама! Да. Оставила там. Нет, маме. Tuxumni oqi aralashish biroz qiyin bo'ladi. Bir xilmasiga keltirib, mana bunday tabiiy botex beradi bu. Effekt botex. Kurkuma chuqur oziqlantiradi. Aloe vera tortish xususiyatiga ega. Asal biz bilamizki o'ta tabiiy va o'ta foydali mahsulot. Risvoy muka, как обычно, uyingizda bu yo'q bo'lsa, risni shunchaki qurutib qo'yib olasiz, bo'ldi. Buni qanchalik muddat saqlash esa men hozir osh qilaman. Я буду готовить плов. Пока это не будет готово, я не буду мыть. Час пройдет или больше час пройдет, это меня не волнует. Если вы будете торопиться, побыстрее можете мыть. Спокойно можете оставить. Куркума очень жирный. У него структура такая. Из-за этого я никаких масла не добавила, если заметили. И витамин тоже не добавила, потому что я после этого как помою, потом я буду на это мазать витамином. И витамин qo'shmadim, chunki men buni yuvib bo'lgandan keyin vitamin qo'shaman. Surib olamiz bo'yinlarimiz bilan hamma joyimizga. Hech xavotirlanmasdan ko'z atrofiga surishingiz mumkin. Men juda qalin sloy surtib oldim, chunki oshim tayyor bo'lguncha menda muddat yetarlicha. Siz xohlasangiz bu qadar qalin surtmang. Если вы не хотите побыстрее мыть, не надо так толстый слой, потому что у меня времени довольно много, пока плов готовлю. Из-за этого у меня такой толстый слой намазала. Помоем, потом встретимся. Mana qotdi. Men endi yuvib chiqaman. 1 soat o'tdi. Mama da. Вот. Sochimni quritib oldim. Hech qanaqa ukladka qilganim yo'q. Shunchaki quritdim. Natijasi shu. Тут не хочу, там не хочу. Жалко qilmang. Yuzimni maskasi haqida aytishingiz shundan chiqdi. Kruto. Qaratgan qarab qolmaydi. Yana aytganda. Harakatda bor ekan.